Assalomu alaykum kanal obunachilari. Biz Zangiotada bitta obyektimizni tugatdik. Hozir sizlarga shuni obzor qilamiz. Tepaga chiqish oson emas, lekin voy jonim, bismillah. Voy. Buna qiyinligini bilganda chiqmasdi. Voy. Qiyinchilik. Voy zot. Bo'ldi, chiqay. Voy jonim. Yos. Mana pomni ham chiqib oldik. Tepada yurib video qilish ham oson emas, ishlash ham oson emas. Bitta jigarimiz bor edi. Shu jigarimizga shuna jinko panellarini 5700 ga bosib yubordik. O'zimizga yaqin edi. Panellarimiz jinko panellar. Simlarimiz yonmas kabellar, ikki tomonlamali panellar. Jigar uyda o'tiravermasdan zakasni berish kerak уже tezroq. Tak, endi biz hozir pastga tushib qo'ygan invertorlarimizni obzor qilamiz. Juda ham zo'r invertor qo'ydik. Davlat toki o'chib qolganda uyda o'chmaydigan qilib berdik. Buni sizlarga ko'rsatamiz. Assalomu alaykum, yana bir bor biz podvalga tushdik. Tepadan montaj jarayonlarimizni ozgina obzor qilib beramiz. Kimni xonadoniga gibrid invertor qo'yilgan bo'lsa, bitta sekretni joyini o'rgataman. Shu funksiya orqali davlatga sotish qilsa bo'ladi. Ba'zi bir ustalar shu joyini qilmagan. Men sizlarga ko'rsataman. Mana shu TNT energiya firmamizni anaqasi gibridni rejimiga o'tkazish mana shu funksiyasini bosib turamiz. Shatdan biz 44-menyusiga o'tib olamiz. Bu ma'lumot ustalarga va xonadon egalariga. Mana hozir bizda 44 ga kelib qoldik. 44 da mana gibridda turibdi. Shuni off grid qilsa faqat uy uchun ishlaydi. Gibridda tursa ham sotadi, ham uy uchun ishlaydi. Endi hozir biz shitimizning montaj jarayonlari, chaqmoq zashtalarimiz qo'yilgan, postoyanniy tok avtomatlari qo'yilgan, o'zini davlat to'kib ketgan tomoniga asi avtomatlarimiz qo'yilgan. Biz bularga ikkita 10 kilovatlik gibridni invertorni o'rnatib berdik. Uylari ikki etaj ekan, birinchi etajini bittasiga uladik, ikkinchi etajini yana bittasiga uladik. Qish mavsumida bularda tok past bo'lar ekan. Past tok bo'lsa invertor kuyish jarayoni kuchayadi. Shuning uchun biz Andalay stabilizatorlarini 20 kilovatini qo'yib berdik. Hozir u ishlagan yo'q, chunki uning ichida bypass tizimi bor. Hozir pryamoy tok o'tyapti. Qishga kelganda ular bypass bilan yoqib oladi. Invertorlarda muammo bo'lmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Ideal Elektrik jamoasiga murojaat qilinglar. Biz albatta yordam qilamiz. Videoni prosmotri zo'r bo'lyapti, lekin podpiska qilmayapsizlar. Iltimos podpiska qilishingizdan chiqmasin. Rahmat.